keyin qarasam suv o'zidan o'zi chiqib ketdi. Ha, bu odatiy hol. Yer tagida suv quvurlari yorilib ketgani uchun suv shunday chiqib qoldi. Ha, boya menga ham quvur ko'ringanday bo'lgan edi. Ha, ana quvur. Voy, ustim ho'l bo'lib ketdi. Endi bu uyni ta'mirlash uchun 1 hafta vaqt ketadi. Nima? 1 hafta? 1 hafta вообще ko'p-ku. Men 1 hafta qayerda yashayman? Unisini bilmadim-ku janob, lekin bunaqa ishlar hozirda juda ham qiyin va aslida 2-3 hafta ketadi. Lekin men sizga 1 hafta dedim, chunki bizni hamma narsalarimiz hozir shu yerda va tayyor. 1 hafta endi men qayerda yashayman? Nima qilaman? Nima qilsam ekan-a? Endi hamma narsalarimni olib chiqishga to'g'ri keladi. Uf. Janob, to'g'ri tushuning. Agar men buni tuzatmasam, keyingi qishloqlarga suv bormay qoladi. Shuning uchun tuzatishga majburman. Janob, shunda men narsalarimni olib chiqib ketaymi? Ha, olib chiqib keting, chunki menga kengroq joy kerak. O'shanda yaxshi ishlay olaman. Ha, janob, tushunarli. Unda hozir narsalarimni olaman. Qo'shnimni uyida 1 hafta turib turaymikan-a? O'zidan so'rab ko'rish kerak. Hozir janob narsalarimni olaman. Hop, birinchi o'rinda kravatim, noutbugim. Bularni sandiqdagi narsalar bilan olaman. Sekin-sekin. Yaxshi. Hop, boltam va bo'ldi. Ana janob, hozir mana bu verstak va mana bularni ham olay hozir. Verstak bilan pechkalarimni ham olaman hozir. Hoppa. Bo'ldi. Mana janob, uy bo'm-bo'sh. Bemalol ish qilishingiz mumkin. Hop, barchaga salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videomga do'stlar. Ko'rdinglar, hozir usta bilan gaplashdim. Yer tagida suv quvuri yorilib ketgan ekan, shuning uchun uyim suv bosib ketdi. Uyni ta'mirlash uchun 1 hafta vaqt kerak deyapti. 1 hafta ichida men kimningdir uyida yashab turishim kerak yoki bilmadim to'g'risi. Nimadir qilaman-da. Hozir qo'shnimni chaqirib ko'raman. Balkim qo'shnim joy berar. Hoy qo'shni. Kim? Kiravering. Salom qo'shni, yaxshimisan? Ha, rahmat, Kompot, yaxshiman. Xullas jetel, mening uyimni tagida yer tagidagi quvur yorilib ketgan. Shuning uchun uyim suv bosib ketdi. Maylimi senikida 1 hafta yashab tursam? Kechirasan, Kompot, to'g'ri uchun yashab tura olmaysan. Axir nimaga? Joy keng-ku. Faqat xafa bo'lma, Kompot. Afsuski, yashab tura olmaysan. Meni to'g'ri uchun xafa bo'lma faqat. Ha, mayli, tushunarli bo'pti, men ketdim. Hop, do'stlar, endi nima qilsam ekan-a? Qo'shnim ham uydan joy bermadi. Nima qilsam ekan-a? Nima qilishni bilmayapman to'g'risi. Ha, bo'ldi do'stlar. Topdim. Men vaqtinchalik uy qurib turaman. Shu vaqtinchalik uyimda